Ba'zilar sehr ta'siridan uyiga sig'may bosh olib chiqib ketadi. Shunday hollarda hech bir chorasiz qolgan ahli oilasi turli folbinlarga chopish o'rniga shar'an ravo bo'lgan yo'llar axtarib ko'rishi kerak bo'ladi. Alloh bir dardni yaratgan bo'lsa, uning shifosini ham yaratib qo'ygan. Bu haqida Qutbul Irshodda shunday keladi. Senda g'oyib bo'lgan kishing bo'lsa va Alloh uni sog'-salomat qaytarishni istasang yoki bemor bo'lsa uni sog'ayishini istasang, bomdod namozining sunnati va farzi orasida Fotiha surasini 41 marotaba shu niyat bilan o'qi. Yana boshqa bir usuli, ya Hofiz ismini 129 marotaba o'qiydi. Uni ham ziyoda va ham ortiq qilmaydi. So'ng Luqmon surasining 16-oyatini 100 marotaba o'qiydi. Shunda uyidan chiqib ketgan kishi darhol uyiga qaytib keladi.